kelganingiz ham o'sha og'riqlar bilan kelgansiz. Ha, shu og'riq bilan kelganman. Endi pasayib ana bo'lib keyin Lekin pristupoobrazno ha, pristup bo'lib turdi. Ovqatni ba'zi yedik, tishlarni umuman yuvolmaydi. Hattoki gapirolmay ham qoldim. Keyin qarang, o'sha birinchi kursda endi lecheniya paytida baribir pristuplar skachka bo'ldi-ku. Tushkunlikka ham juda tushdingiz, a? Ha, bu tuzalmay ekan endi bu dedim. Nima qilamiz dedim, operatsiya qildirsakmi ham deb o'yladim. Keyin og'riq ham mana yaxshimi, ikkinchi marta xudo xohlasa. O'sha qachon endi og'riqlaringiz chekinishni boshladi? O'shani ham aytib bering. Mana birinchi kurs oldingiz. Biz necha kun yotdingiz o'tgan safar? 8 kun yotdim. 8 kun yotdingiz. Og'riqlar bor edi o'shanda. Og'riq bor edi. Uyga ketganimda keyin og'riq bo'lib turdi. Keyin shu 12 kun, 10 kun, 12 kun, 15 kundan keyin to'xtab ketdi. Og'riqlar o'sha pasayishni boshladi. Pasayib, keyin doriga ham ehtiyoj kamayib, hozir xudo xohlasa yaxshi. O'zingizga o'xshagan bemorlar sizni ko'rib turganda, endi traynichniy faqat shuni izlaydi-ku hamma internetdan joni og'rib turgan paytda. Siz ham shunaqa bo'lganmisiz? Ha, men shu internetda izlab topib keldim. Og'rigan paytda, to'g'rimi? Pristup paytda hamma internetda. Hamma izlaydi. Qayerda bor ekan davosi deb. O'shaning uchun nima tavsiya berasiz? Agar kimda shu traynichniy nervi shamollab, agar ana o'qisa, men asalarim yetga kelsa, xudo xohlasa yaxshi foyda topar menimcha. Bu boshqa davoni men bilmadim lekin. Mana chunki o'zingiz ham boshida ishonsiz, a? Ishonchsiz keldim men birinchi. Shuni aytaman-da, konkret tan olish kerak-da. Ishonchsiz keldim. Qani bo'larmikan bu? Bir xillar aytdi, asalari qanday ana bo'ladi, shu davololmaydi, operatsiya qildirish kerak deydi ham men. Qo'sh asalarim yetga boray qani, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi deb. Keldim, ma'ni yaxshi. Demak, ishonchingiz oqlar. Ha.